Koinot dahshatga to'la joymi? Albatta, o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Koinot dahshatli joylarga to'la. Neytron yulduzlardan tortib kvazar va hokazogacha. Lekin bu videoda Botes bo'shlig'i deb nomlangan bitta obyekt haqida aytib bermoqchiman. Meni fikrim bo'yicha bu qora tuynukdan ham qo'rqinchliroq. Haqiqiy dahshatli obyekt. Xo'p, qarang, qora tuynuk haqida bilamiz, to'g'rimi? Teoriya bo'yicha u yutib olgan narsasini tasodifiy joyga teleport qilib yuborishi mumkin. Misol, boshqa olamlarga, galaktikalarga, juda ham go'zal bo'lgan nebula oldiga yoki sizni bir zumda kul qilib yuboradigan yulduz oldiga. Lekin agar omadingiz kelmasa, sizni Botes bo'shlig'iga yuborishi mumkin. Botes bo'shlig'i o'zi nima? Xo'p, Botes bo'shlig'i o'zi nima? Bu diametri 330 million yorug'lik yiliga teng bo'lgan ulkan kosmik bo'shliq bo'ladi. Bu yerda siz na yulduz, na sayyora topa olasiz. Qisqa qilib aytganda hech narsa. Hattoki eng yaqin yulduzning nuri ham bu yerga yetib kelmaydi. Va odatda u yer mamnaqa ko'rinishga ega. Tasavvur qiling, yolg'iz o'zingiz, atrofda mutlaq zulmat va sovuq sukuna. Men o'ylashim bo'yicha bu haqiqatan ham qo'rqinchli narsa aka, chunki agar qora tuynuk sizni quyoshni yoki boshqa qanaqadir yulduz oldiga yuborsa, siz bittada yovib ketasiz. Misol, pulsar sizni yo'q qilib yuboradi, kvazar sizni erib ketasiz-da oldida bir zumda. Ochiq koinotda bo'lib qolishi o'zi qanaqadir qo'rqinchli narsa, yetmaganda atrofingizda yulduzlar, hech narsa bo'lmasa, yolg'iz o'zingiz bo'lsa, u undan ham strashliroq narsa deb o'ylayman. Chunki adashmasam o'sha aytayotgan bo'shlig'ingizda hali hayot boshlanmagan, u yoqgacha hali hech narsa yetib kelmagan ham. U kerak bo'lsa, yulduzni ham nuri yetib kelmaydi deyapsiz-ku shunchalik uzoqligiga. Xuddi shunday, ochlikdan yoki kislorod yetishmovchilikdan bu bo'shliqda o'z yakuningizni sekin-asta topasiz. Shuning uchun Botes bo'shlig'ini koinotdagi eng qo'rqinchli va dahshatli obyekt deyishadi. Bu fikrga men ham qo'shilaman. Har doimgidek qiziqarli ma'lumot uchun katta rahmat. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.